100 Dilshod Oripovich Instagrami. Do'stlar, ko'p odam O'zbekistonda yashab, O'zbekistonda nomerlarini bilmas ekan, men nomerlarini viloyati bilan sizlarga chiroyli tushuntirib beraman. Agar yoqsa, like bosib ketasizlar. 01 Toshkent non shahri, hammamiz yaxshi bilamiz. Juda ko'p o'zi qadimdan non shahri bo'lgan. Toshkent viloyati 10. Toshkent viloyati haqida nima deyman? Hamma narsasi bor. Turistik zonalari bor, zavod fabrikalari bilan bu ham o'zini hurmati bor O'zbekistonda. Sirdaryo viloyati 20. Bu dehqonchiligi bilan nafaqat O'zbekistonda, balkim butun dunyoni ta'minlab turadi. Shunaqa shirin qovunlari bor Mirzo cho'lda. 25 Jizzax. Podsho yetkazib bergan viloyat bizga. Jizzaxda juda ko'p o'rtoqlarim bor, juda yaxshi aqlli bolalar hammasi. 30 Samarqand, ko'hna shahar. Qadimdan-da bir 2,5 ming, 3 ming yillik shahar. 40 50 60 Farg'ona vodiy bo'lyapti. Nima uchun alohida qilib aytyapman? Chunki yodlab qolishga qulaydi. Hozir shunday qilib aytmasang esdan chiqib qoladi ko'p odamda. Farg'ona, Namangan, Andijon mehmondo'st xalq. Juda ko'p boramiz, bilaman. Borsang endi mehmondorchilikni joyiga qo'yadi. Baraka topsin vodiyda odamlari, rosa shunaqa xalq. 70 75 Legenda deganda o'zlaring bilasizlar, bularda o'sha hamma narsa bor. Turistik joy ham bor, zavod fabrikasi ham bor, dehqonchiligi ham, hamma narsasi bor. Zo'r viloyat, Qashqadaryo, Surxondaryo. 80 Buxoro. Buxoro ham shu Samarqandni yo akasi, yo ukasi. Bu ham qadimiy shahar, ko'hna shahar, turistlar keladigan shahar. 85 Navoiy. Navoiy O'zbekistonda menimcha yuragi hisoblanadi, chunki zavod, fabrika, eng keragi tilla zavod ham o'sha yerda ishlab chiqarishga rivojlangan eng toza shahar. Navoiyda ko'p bo'lganman. Tozaligi bo'yicha gap yo'q, bularga qoyil qolaman. 90 Xorazm. Xorazmda ham shu Samarqand, Buxorolarda aka-ukalaridan bittasi. Bular nimasi bilan ajralib turadi? Bular shevasi bilan ajralib turadi-da. Gaplashsang mazza qilasan Xorazmliklar bilan. Qandaydir bir quloqqa yoqaydigan shevada gaplashadi. 95 Qoraqalpoq avtonom respublika bizda. Bu yerda ham odamlari juda samimiy, mehmondo'st, zo'r odamlar. 100 Dilshod Oripovich Instagrami. Podpiska bosib qo'yinglar, tez kunda 1 million bo'laylik o'rtoqlar. Men sizlarga hali foydali, kerakli, qiziqarli, zo'r videolarni qo'yib beraman.